bomdod o'qib oldim. Havo shunaqa yaxshi botdi. Soat 5:40. Bilmadim bu video sizni qanaqa holatda topdi. Balki hozir hayotingiz qanaqadir qiyin etapidadirsiz. Sizga juda ham oddiy va qaysidir ma'noda asabga tegadigan so'zlar aytaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki har doim ham hamma narsa yomon bo'lmaydi. Kimdir charchagan, kimdir ichida qandaydir yuk olib yuribdi. Kimdir ertalab turgisi kelmasdan, kunini kuniga zo'rg'a ulab, hayotdan xursandchilik topolmasdan yuribdi. Men shunchaki eslatmoqchimanki, bular hammasi vaqtinchalik. Hammasi baribir o'rniga tushadi. Usiz bo'lmaydi. Qiyinchiliklar, qanaqadir muammolar har doim hayotimizning yangi darajasiga chiqishimizning belgisi. Va aynan yangi darajaga chiqishdan oldin insonga go'yoki kuchi qolmagandek, boshqa chidolmaydigandek tuyular ekan. Hech qachon nimagadir harakat qilishdan, o'zingiz maqsadlaringizga yetishdan to'xtamang. Muammolarimiz bormi? Qiyinchiliklarimiz bormi? Demak, biz yashayapmiz.